Hozir kommentariyaga kirsam ko'p ayollar yozibdi. Voy, o'g'il bola paytingiz chiroyli degan o'g'il bola bo'lib qolmabsiz. Xudodan qo'rqmaysiz, bekor bo'libsiz qiz bola. Bitta oilani boshlig'i bo'lardingiz deb yozibdi. Opa, men o'g'il bola bo'lib qolganimda qizingizni berarmidingiz? Qizingizni geyga berarmidingiz? Qo'toqni yaxshi ko'radigan odamga qizingizni berarmidingiz? Lil Xuramovga, Sardor Rahimxonga va hokazo shou biznesdagi odamlarga, Abror Muxtordek o'xshagan yashirincha geylarga qizingizni berarmidingiz? Qizingizni menga berarmidingiz, opa? O'ylab gapiryapsizmi? Men erkak bo'lib qolganimda ham men baribir ayollar bilan yotmasdim. Menga ayollar qiziq emas, tushunyapsizmi? Erkak bo'lamanmi, ayol bo'lamanmi? Baribir ham ayol kishi bilan menga qiziq emas. Agar ayol kishi bilan qiziq bo'lganda, ajabi qila olganimda ayol kishi bilan shu ishni, men lutchi uylanib, bola chaqali bo'lib, tavba qilib o'tirgan bo'lardim. Meni qo'limdan kelmaydi bu ish, tushunyapsizmi? Shu opa bechorani ko'rsam rahmim keladi. Har doim shu qizni birorta qo'toq-mutog'mi, biror narsa topib beringlar. Shu qizga nimcha baxtsiz birorta intervyu shu qizni o'tganmi, yig'isi-g'isiz, Har doim nичего не устраивает ее. Endi geylar xalaqit beryapti, endi qomati chiroyli. Voy opa, siz ham qiling shu qomatni. Kuyikmasdan siz ham qiling, sikivardingiz har bitta intervyuda yig'laydi shu qiz. Ko'z yoshi ham bilat varotani tagida turadi shu qizni. Ko'z yoshi. Birorta intervyusi yig'isi-g'isiz o'tmaydi. Shu qiz dunyoning eng baxtsiz aktrisasi dunyoda. Shu qizga rol beringlar, birorta rol tegmayapti shekilli shu qizga. Yo bo'lmasa qo'toq to'ydira olmayapti shu qizda. Shunaqa baxtsiz, har doim u yomon, bu yomon. Ayol kishi juda ham qiynlanadi. Ayol, voy qo'toq tiktirib oling, opa, unday ayollik qiyin bo'lsa, mana men erkak bo'lib turib ayol bo'ldim, siz erkak bo'lib oling bo'lmasa, ayollikka qiynlanayotgan bo'lsangiz, sikivardingiz уже hamma yoqda yig'lab. Shu menimcha shu qizda erini cho'chog'i juda ham kichkina. Juda ham haddan tashqari menimcha 55 sm, 53 sm. Shu qiz qo'toqqa to'ymayapti yo bu narsa bo'lmayapti. Как может быть таким несчастным быть человек? Qanday shunchalik darajada baxtsiz bo'lishi mumkin? Ayol kishi, tavba qildim. Har doim yig'laydi, har doim jalba qiladi. San'atimiz unaqa, san'atimiz bunaqa. Voy, erkak bo'ling bo'lmasam, opa, sizga rol bermayotgan bo'lsa, bir narsa qiling bo'lmasam. Shu qizdan intervyu olayotgan chala jurnalistlar, sizlar ham sikvardinglar, boshqa intervyu oladigan odam yo'qmi? Yig'laveradi. O'zi hayotimiz g'am tashvishga botgan. Baxtli hayot kechiraylik, xursandchilik qilaylik, yig'isig'ini yig'ishtiring, opa, bir marta kulib chiqing. Sikvardingiz уже yig'laverib. Hamma yoqda so'ragingiz, manqalaringiz oqizib yubordingiz hamma yoqqa уже. Ekranim manqaga to'lib ketdi sizni manqangizdan, yig'isig'ingizdan, ko'z yoshingizdan. Tilim qichsa, men qo'y gapirma deyolmayman o'zimga. Bitta videoga ko'zim tushib qoldi. Men что это такое deb Lolu Hayronu Medunami Tojikiston bo'lib ketdim. Botir Qodirovni eshigidan kirib kelib, poklon berib, Yulduz Usmonovani oyog'indagicha emalab orishiga sal qoldi. Shu videoni ko'rdinglarmi? Emalab oray dedi, mana qilib emalab dumalab oray dedi. Engashib, qo'lini o'pib, ochib bersa, mana tili bilan perforator bo'lib kirib ketsa. Ey, sen Sherali Jo'rayevning o'g'lisan. Tam qayerdandir kelib qolgan bo'lsang ham, baribir ham Sherali Jo'rayevning o'g'lisan. Капец. Что творится, боже мой? Shunchalik Yulduz Usmonovada vlast kuchayib ketdimi? Даже prezidentimizga bunchalik darajada mana qilib poklon qilib borishmaydi. Yulduzda endi prezidentimizdan ham tepaga ko'tarib boryapsizlarmi? Botir Qodirov shu emalab oray dedi-yo, menimcha. Agar chicha ruxsat berishganda emalab borardi. Nima balo biz nimaga hamma artistlarga savol berishyapti. Yulduz Usmonova, это malika Yulduz Usmonova. Prezidentimizni shunaqa qilib maqtaylar, qancha bezvizoviy rejim qilib beryapti hamma yoqqa. Yulduz Usmonova nima prezidentdan ham baland anaqa ega bo'lib ketdimi, nima balo, unvonga ega bo'lib ketdimi? Emalab boryapsizlar, nima bo'lyapti? Bizi shou biznesda to'lka Ozodopani duxi bor shekilli, yo menimcha. Qolganlar hammasi duxiga o'tirib bo'lgan, hali o'tirmayzim bo'lib ketgan shekilli menimcha, hammasi. Pizdets.
ana Vili, ana Nasha, ana hammasini intervyusini ko'rib chiqibman hozir kusoq qilib qirqib video qo'ygan ekan. Hali orada emalab kelayotganini Botir Qodirovni. Ana Nasha, ana deb, bоже мой, соберитесь, девочки, она тоже как вы, tamada, otarchi, sizlarga o'xshagan. Ничего такого нет у нее, что у вас нет. У вас тоже 2 ноги, 2 руки, 1 голова. Pizdец. Men sizlarga bir voqea aytib beray. No, sizlar ehtiyot bo'linglar. Menga, может быть, повезло, но может не повезти. С чужого человека не берите никогда ничего. Eshitdinglar voqea. Короче, bugun universitetga ketyapman, Guli menga taksi chaqirib berdi. Taksiga o'tirsam, taksist yarim yo'lga, juda ham uzoqda, Esenyurt почти 1,5 soatlik yo'l. Yarim soat yurganimizdan keyin tumbichka anaqa bardachogini ochib menga qand beryapti. Qandni upakovkasi ochiq. Короче, ye deb qarab turibdi, og'zimga solishimni qarab turibdi. Och deb qarasam ochiq. Haligini qarab turganicha uyalganimdan og'zimga tiqib oldim. Endi yo'l qo'yin o'ylayapman. Bоже мой, snatvorniy biron narsa qo'shib qo'ygan bo'lsa-chi ichiga deb Guliga yozyapman. Guli menga konfet berdi, yeb qo'ydim. Если что, o'sha taksistni izlaysizlar, o'lib qolsam, yo'qolib qolsam deb Guliga yozvardim. Yo'lda ketyapmiz, og'zimda qand, zo'r olmayman. Voy ko'rsanglar, uyalib o'ldim. Короче, keyin yarim yo'lga yetib borganimizda og'zimga qarayapti. Suv ichasanmi deb, ochiq suv, o'zi ichib yurgan suvni suv ichasanmi deyapti. Yo, suv ichmayman deb sigaret chekib ketyapman. Xuddi кажется, emotsionalno переживать qilyapman, biror narsa qo'shib qo'ygan bo'lsa-chi deb. Voy ko'rsanglar, hech qachon birovni qo'lidan hech narsa olib yemanglar. Ming хороший человек bo'lsa ham, ming уговаривать qilsa ham, endi men ошиблась, я такая старая, чуть-чуть ошибаюсь всегда. Но слава богу, все нормально borib qaytib keldim. Так что, borib kelguncha yuragim to'qillab o'ldim. O'lib qolmasam bo'ldi yo'lda. Haliginaqa boshim aylanib, men so'mkani olganman. Qo'lim to'la tilla yana, pipets. Turkiyada bunaqa voqea ko'p bo'lgan. Suvga qo'shib qo'yib, suv berishib, Turkiyada ham, Rossiyada ham, hamma davlatda ko'p bo'lgan. Suvga biror narsa qo'shib qo'yadi, или biror narsa qo'shib qo'yib, keyin lesa-palasida uyg'onasiz, yop-yalang'och, hech bolangiz yo'q, so'mkalaringiz yo'q. O'shani eshitganman, miyamda qolib ketgan. Так что ehtiyot bo'linglar. Я ошиблась, конечно. Я знала, что ошибаюсь, но все равно как-то мне неприятно стало не брать. Voy xudoyim, konfet og'zimga solib qanday chiqarib irg'itib yuborganimni bilmayman, esimda yo'q. Bоже мой. Так что не делайте, hech qachon birovni qo'lidan bir narsa olmanglar, taksistlarda ayniqsa. Lesa-palasada uyg'onasizlarmi, uyg'onmaysizlarmi, uni Xudo biladi. Lesa-palasaga tashlab ketadi, hamma o'ylarni yechintirib qolib ketasizlar. Birinchi marta umrimda bunaqa bo'lishi, uyalib o'ldim, voy.